Qani, assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz, hurmatli yo'lovchilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kamchilar yo'q akalar, final amallarimiz sharoitlar yaxshimi? Yo'q aka. Akalar, bizlarda borib kelib yurganlar bormi ichingizda? Qanaqa borib kelyapsizlar akalar? Kamchilar bo'lmayaptimi? Shegarlarda yaxshi o'tyapsizlar, shotirlar yaxshi borib kelyaptimi? Akalar, nima maslahat berasizlar? Sizlar qanaqa hammasi yaxshimi? Yaxshi, har doim shunda kelib ketadi. Keyin chegarlarda akalar rasxodlar bo'lmayaptimi hech kimda? Yo'qaylar tashqari ba'zilar aytadi-da, sizlarda chegarda pul oladi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi, unaqa narsa bo'lganmi? Yo'q. Akalar, bergan pullaringizga, xizmatlarimizga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa chegardan birga o'tib ketamiz. Safarovga Shigardaman bilan yoningizda ukam bo'ladi inshaalloh. Chegarda bizning parol Ibrohim Muzaffar. Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham. Kamchilar yo'qmi akalar, opalar? Qiynalmaydilarmi? Sharoitlar yaxshimi? Mana akalar, xudo xolasa chegara ham yetib keldi. Akalar, opalar, hozir samojoslari mana tutsam aytsin, Ibrohim bo'ladi. Представитель bo'laman. Mana shu firmani xudo xolasa hozir chegardan birga o'tib ketamiz. Akalar, Shigardaman bilan sheriklarim bo'ladi oldingizda. Agar chegarda muammo bo'lsa, dokumentga bir narsaga birov bir narsa desa, bizlarga aytadi. Mayli, bizning xizmatlar chegarda o'tkazish. Va dokumentlaringiz yaxshi bo'lsa, bo'ldi. Dokumentlaringiz agar bo'lmasa, agar biz javob bermaymiz. Sразу aytib qo'yaylik akalar. Dokument yo'llab sudga ketadi sразу. Chegarda o'tkazsak, agar nariga bitta 90 agadek odam kutib oladi. O'zbekiston tomonidan yig'ilib turamiz. Keyin avtobus chiqqan ekan, qaytib marshrutimizga chiqamiz inshaalloh. Vizitka bormagalar hammada. Xudo xolasa har kuni reyslarimiz bor. Qozog'istondan ham, O'zbekistondan ham. Bo'lib kelaverasiz. Agar bergan pullaringizga, xizmatlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammaga yaxshi kunlarda Xudo ko'rishguncha. Hammaga rahmat, shu kelganlaringiz uchun.